Azizlar, biroz vaqtingizni olaman. Men xursand bo'lganim, kanalimizni obunachilari 130 mingdan oshibdi. Bu demak mavzu qiziqligi, dolzarbligidan iborat. Lekin yana bitta kichkinagina maslahat, iltimos bor. Men hozir mana analitikani ko'ryapman. Kanalimizni tomoshabinlarini 65% hali obuna tugmasini bosmagan ekan. Obuna bilan, ya'ni podpiska bilan ko'rayotganlar atigi 35% tashkil qilar ekan. Hoziroq bitta ish qilinglar. Mana shu video tagida podpiska tugmasini, like tugmasini bosib qo'ysanglar, biz salomimizga, ya'ni mehnatimizga alik sifatida qabul qilib, sizlar uchun yana ko'proq ijod qilishga harakat qilamiz. Kelinglar birgalikda hozir har bitta tomoshabin podpiskani tekshirib qo'yib, kanalni ko'proq odamlarga xizmat qilish uchun hissa qo'shsak, chunki bu ilm sizga ham, yaqinlaringizga ham, do'stlaringizga ham borishini chin yurakdan xohlaymiz. YouTube algoritmi shunaqa ekan. Qancha ko'p podpiska bilan ko'rayotganlarni ko'rsa, sizga o'xshagan qolgan yurtdoshlarimiz, yaqinlarga dalolat qilishni boshlar ekan. Hozir mana shu tugmani bossanglar, biz xursand bo'lamiz. Yana sizga xursand bo'ladigan kontentlar ustida mehnat qilamiz. Mana hayotimizda bu menga to'g'ri keladigan muhim, qadrli narsalar. Sog'liq kimga qadrli? Qo'l ko'taringlar. Kerakmi? Точно kerakmi yo ortiqcha narsami? Bo'ldi, sog'liq kerak. Ruhiy holat dedim yoki diniy farqi yo'q, ya'ni diniy ilm amalimiz. Kimga qiziq qadrli? Aniq kerakmi o'zbeklarga? Ya'ni bu hayot va oxirat degan masalamizda yashil qizil palasani belgilaydigan qoidalar bor. Ya'ni buni o'zini diniy ilmi bor, ya'ni Qur'on, hadis bor, amal qilishimiz bor va shuni yaxshi bo'lsak, skariya xotirjam bo'lamiz. Qalb xotirjamligi, ya'ni harom qilsangiz ham qalbingiz o'zi nima bermaydi-da. O'g'irlik qilayotgan odamda, fahsh ish qilgan odamda, harom ish qilgan odam qalbi o'limdan qo'rqadi-da. Pora olgan odam o'limdan qo'rqadi, boshqa. Ya'ni qalb huzurligi yo'qotiladi, xotirjamligi, halovat yo'qoladi. Xo'p, oila masalasi kimga qadrli? Qo'l ko'taringlar. Ya'ni oilamiz muhim. Oila deganda ota-ona bor, ayolimiz bor, farzandlarimiz bor. Aka-uka, qarindosh urug', silay rahim kimga qadrli? Bu tema qadrli bo'lsa, buni ham qo'shasizlar. Network dedik. Sinfdoshlar, kursdoshlar, ishxonadoshlar, kasbdoshlar qiziqmi? Hayotimizda muhimmi? Ya'ni hayot bizda ijtimoiy nima, biz mavjudotmiz. Borda keldi, baribir yo qizli dugonasiga boradi, yo qudalar, yo bir narsalar. Ya'ni insonda gap, boshqalarimiz hammasi shu. Pul masalasi uncha qiziq emas-ku, yo qiziqmi? Kimga qiziq? Pul hammaga qiziq. Pul qayerdan keladi? Yo ishdan, yo biznesdan, yo investitsiyalarimizdan. To'g'rimi? Yana nima? Rivojlanish tema qiziqmi, qiziq emasmi? Ya'ni hamma masalada rivojlanmoqchi bo'lsak, bizga ilmi kerak. Ya'ni ilmi, tajribasi, endi bilgan shaxsiy rivojlanish dedim. Amalida ish qilib. Yo kitob olamiz, yo ustoz olamiz, yo amal. Mana shu shaxsiy rivojlanish deb yozib qo'y. Hobbi. Ya'ni hammamizda nimadir pul kelmasa ham qiladigan ishinglar bormi? Kimga qiziq? Qo'l ko'taringlar. Qaysi ishni ko'p qilamiz pul kelmasa ham? Ijtimoiy tarmoqda o'tirasizlar, soatlab. Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, yorvoration. Pul kelmasa ham qiladigan ishlarimiz bor. Bu ham ijtimoiy tarmoq ham hobbida. Yoki mana Umidjon hozir pul kelmasa ham mana pul so'rflab, bir narsani sotib olib yuribdilar, hobbi. Ya'ni yoqadigan ish, pul kelmasa ham pul sarflab qiladigan ishlarimiz bor. To'g'rimi Umidjon? Logikasi. Ya'ni bo'ldi, hayotimizda men uchun hech bo'lmaganda 8 ta jabhasini yozdim. Yana nimadir jabha bo'lsa, xohlasanglar yozib yuborasizlar. Men uchun nima muhim? Endi shu masalalarni o'zingizlar uchun 1 dan 10 gacha baholaysizlar. Agar shu hayotingizda shu jabha muhim bo'lsa, 1 dan 10 gacha baho berasizlar. Qaysi biriga bugun ko'nglingiz to'layapti, qaysi bir to'lmayapti. Agar ko'nglingiz to'lmasa, 1 dan 4 gacha baho qo'yasizlar. Ya'ni masalan aytaylik, sizga bugun prajitishni minimumingiz $1000 lekin zo'rg'a 5 million so'm topib yuribsiz. Bu qizargan bo'ladimi holat? $1000 prajitishmi lekin $500 topyapsiz amallab yoki 0. Bu demak bu qizargan bo'ladi. Yoki 2000 kerak sizga, lekin zo'rg'a 1000 topyapsiz. Bu holat moliyaviy holat qizargan bo'ladi.
Oilada ota-onangiz bilan yaxshisiz, turmush o'rtog'ingiz bilan munosabatingiz yaxshi emas. Yoki ota-ona ham, turmush o'rtog'i ham yaxshi, farzandidan Xudo asrasin bittasini yo salomatligida muammo bor, yo Xudo asrasin bir yomon davraga qo'shib olib, tabletkaga o'tkazib qo'ydi kimdir. Yoki Xbetga tortib qo'ydi bittasi. Yo Alloh asrasin qizingizni turmushida muammosi bor. Bu ota-onani o'ylantiradigan, qizartiradigan holatlar bor. Qarindosh urug' bordi keldini qo'yilatyapmizmi, yo'qmi? Ya'ni har bittasiga birdan 10 gacha baho qo'yasizlar. Men bularning namunasi qolib ketgan ekan, bu 9 mani olasizlar o'zingizlar uchun. Mana bu muhim. Buni har oy, har kvartal bu betni olib raspechatga qursangiz bo'ladi. Bu davleniyametrga o'xshaydi. Bu termometrga, temperaturani o'lchaydigan har oy keraksa analiz qilsangiz bo'ladi. Ya'ni hozir o'zingizlar uchun mana любой nimada datani olasizlar. Bugun necha chislomuz? 7/06/2026 deysizda yoki masalan shu bugun holatga, ya'ni bo'lsa iyun 26-yil holatiga nechi baholayman? Men masalan bunda olamanda sog'lig'im mana bu yil boring yana taxminan nari borsa bir 5 yoki 6 qo'yaman-da. Ya'ni 3 taligini hozir qo'yayapman. Sog'liq, sport. 5 yoki 6. Nimaga desa, sezyapman, что meni eng slabiy joyim hozir energiyam. Kecha bugun dars beraman, charchayman, ancha energiyam ketadi. Oldin maza qilib dars beraman. Dars bersam energiya olaman, lekin quvvat nisbatan kamroq, chunki shitavitkam yo'q, men dorida, tabletkada yuraman, kechqurun borib уже charchayman. Yoki ortiqcha vesim bor. Yoki mana masalan Eldor akam tishimni lecheniya qilyaptilar. Yoki shitavitkam operatsiyasi bor edi, ortidan keyin radioterapiya ham bor edi, u ham bir hafta Turkiyaga bir hafta 10 kun, bir 10 ming dollarlik masala edi. Mana bordim, hal qilib keldim. Mayli 5 emas, 6 qo'ydim. Hozir tishimni ham lecheniya qilsam, ya'ni meni bezovta qilayotgan nimadir masalalarni hal qilsam +1. Masalan, yaxshi tishingizni lecheniya qilish bugun $100, $200 emas-da, bir yaxshi stomatolog yoki masalan Eldor akamlarga o'xshagan yaxshi klinikalarga borsangiz $1000, balkim lecheniya $500 bo'lar. Lekin men undan oldin borardim, o'ktam aka bir 4-5 ming dollar degan uchun 2-3 yil bormay yuruvdim. Borib hal qilishim kerak-da, 4-5 ming dollar degan uchun shuncha ish bor ekanmi? Farqi yo'q. Lekin hozir masalan farqi yo'q. $100 ga ham lecheniya qilsangiz bo'ladi, $50 ga ham lecheniya qilsangiz bo'ladi, yaxshi doktorga borib $500 ga ham, tishi ham uning zo'rlari ham bor, $100, $1000 har xil yechim bor. Ya'ni shu masalamni hal qilsam +1 qo'yaman degan zadacha qo'yasiz. Menda masalan sariq 5, 6, 7 bo'lsa sariq qo'ydim. Masalan operatsiyani qildim, shitavitkam lecheniya qilib keldim, +1 qo'ydim, 5 da 6 qildim. Oila bo'yicha aytaylik, Xudoga shukr, dadamning haqlariga duo qilib yuribman, onamdan duo olib yuribman, ayolim bilan, bolalarim bilan qo'limdan kelgancha prinsip e'tibor qilib yuribman. Eng zo'riga ham men bir 8 qo'yaman. Chunki любой narsani perfeksionist bo'lgan uchun eng zo'riga ham odatda 8 qo'yaman, ya'ni любой narsani har doim yaxshilash mumkin. Balkim yana men bu ish qilsam 9 qo'yaman. Balkim men buncha davlatga yana borib kelsam yana bir bu mashinani balonini damlagandek gap. Damlab turmasangiz sarg'ayib qolishi mumkin, vobshe qaramasangiz qizarib qolishi mumkin. Qarab tursangiz bemalol, ya'ni har doim davlenni o'lchaydigan narsa. Qarindosh urug'lar bilan bordi keldi, siylay rahim masalam qanaqa? 8 dan 10 gacha bo'lsa, buni ham bemalol Xudoga shukr qarindosh urug' bordi keldi, jiyanlar, tog'a, amaki nimalar bilan e'tibor yaxshi. Ya'ni hali bir xillik yuz ko'rmas bo'lib ketadi, bordi keldi qilmaydi. Kelsalar xatabi amakilarimmi, ammalarimmi, to'y marakami, ya'ni menga muhim bo'lgan odamlar bilan munosabatim, bordi keldi masalalarim yashil palasa. Bir paytlar balki kamayib ketib qolsa, e'tibor qilmayman, uchrashib turishim kerak deyman. Har hafta bo'lmasa ham har oyda bir yig'ilishib turib, e'tibor qilib, Hasan akam vobshe zo'r qiladilar. Har juma kamidan Ko'kchaga borsanglar, qizil mashinalik Hojidoda bo'lardi. O'tib ketdilar, o'g'illar bor, Ahmad aka menimcha. Kamida 10 kamplik, 20 kamplik qaymoq oladilar har juma ertalab. Olib ammalar, ammam, tog'alar, amakilar, aka-ukalar hammaniki ertalab 2 ta non, bitta qaymoq jo'natadilar. Oddiy, onam o'rganib qoldi, juma Hasandan qaymoq keladi deylar. Ya'ni bu ham mana 2 ta non, bitta qaymoq jo'natib tursangiz ham duoni olib turasiz-da.
Network. Menimcha network mendan zo'r network bo'lmasa kerak-da. Ya'ni Xudoga shukr, klublarimiz ham, do'stlarimiz ham, davlat tomonlama ham, boshqa tomonlama ham buni ham ancha networkimiz, ya'ni nimamizni Xudoga shukr bir paytlar menda o'ynayotgan edi mana bunaqa. Ya'ni har bitta odam menga xotirjam hayot strategiyasi deganda mana shu narsa balansga kelishi menga muhim. Mana shuni balansi hammasi mana bunaqa bo'lib turgan bo'lsa, mashinangizni dami har xil degani. Sizlar o'zingizga o'lchaysizlar, nimani nechi qo'yasizlarni chizib chiqasizlar endi. Nimadir sariq, haytaylik, hammasi nima bo'lmasin, puldan problema bo'lib qoldi. Pulingiz to'r bo'lib qoldi mayli. To'r bo'lsa unda qizartirib qo'yasiz. Yo'q, tushmaydi. Demak, yana nimadir aytaylik yoki sog'liq to'r bo'lib qoldi. Birdaniga tushib ketdi. Yo Alloh asrasin, oilaviy sharoitingizda muammo bo'ldi. Demak, qaysidir yoki ko'pi qizarib turgan bo'lsa, значит, mana shu yerda bilim yetmaganligi ham pastga tushgan bo'ladi. Agar qaysidir qizargan bo'lsa, men uchun значит, o'sha holatimda bilimim pastlik qilayotganligini dalolat. Mana nechta diplomim, PhD'im borligi muhim emas. Hayotdagi mana shu menga qadrli bo'lgan jabhalar qaysi qizil, qaysi sariq, qaysi yashil. Menga o'sha qizargan sohamni bilimi yetmaganligi dalolat. Men menga 100 ta kitob o'qimayman, mana detektivlar yo boshqalar o'zimcha professor yasab olib aytdim, menga PhD nima beradi, shuni aytinglar deyman. Mana hayotimda muhim bo'lgan narsalarim qizargan bo'lsa, значит, o'sha holatdagi bilimim yetmayapti. O'sha bilimimni oshirishim kerak degan zadacha olaman o'zimizga. Hobbini menimcha qoyillatsak kerak hammamiz ertaga, lekin bir xil aytadi, yo'q, seniki uy ish nikakoy hobbi deydi. Bir borib na tog'ga chiqa olmayman, na dachaga bora olmayman, na bir sport qila olmayman. Bir xil hobbi qanaqa deydi? Ish shu darajada ko'pki, hobbini X harfiga ham vaqt yo'q deydi. To'g'ri, o'zini aldash uchun balki Instagramga kirayotgandir, sal miyani chistaligi bosh og'rig'ini qoldirish uchun просто bosh og'rig'i yechgan, dori ichgan bilan yechmaydi-ku. Ya'ni bir xillar nabarat dediki, yo'q, qanaqa hobbi deydi. Menda nikakoy lichniy жизнь, Rossiyaga borib qora mehnat, uy ish stroyka faqat bo'lib yotdi. Qanaqa hobbi, qanaqa to'y maraka, qanaqa siylar rahim, qanaqa bir nima yo'q. Ya'ni nima qizil nima yoki ruhiy holat. Ha, bilaman namoz o'qishim kerak. Ha, bilaman ihson qilishim kerak. Ha, bilaman zakot berishim kerak. Ha, bilaman ro'za tutishim kerak, lekin amalda tutyapmanmi, yo'qmi? Amalda o'qiyapmanmi, yo'qmi? O'zingiz o'zingizga baho berasiz. Nima qizarib turibdi, nima yashil? Ana shu qizarib turgan bo'lsa, значит, buni qizil. Men просто qizil, sariq, yashil qildim. Endi hamma yog'i yashil bo'lib keyin ko'z tegmasin. O'shaning uchun logikasini aytaman. Endi agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, men hozir bo'lmasa men bu namunada nima qilaman? Mana agar men shunaqa bo'lsa, o'zingizlar uchun diagnostika qilib borasizlar har oy. Qaysi sizlarda qizil, qaysi sizlarda yashil? Qizillarni bundoq olasizlarda, agar qizil bo'lsa, mana men bu men uchun 3 ta qizil masala bu yilgi mayli, logikasini bilib olinglar. Bu yil A masala. Mana shu 3 ta qizargan holatlar A masala bo'ladi. Yo, men bu yerga yozasiz A. Tushundingizmi? Sariq masalalar bu yil men uchun B prioritet masala. Shu masalalarni hal qilishim kerak. B. Xudoga shukr, men bu ikkita masaladan ko'nglim to'q desangiz, bo'ldi. Ya'ni Toshkent, Samarqand yo'lga chiqyapsiz, 4 ta baloningizdan 3 tasi yaxshi, bittasi nito. Chiqib o'rasizmi yo'lga? 3 tasi yaxshi, nima noshukrlik qilasiz? Negativ o'ylamang, 3 ta yaxshimi? Bo'ldi. Xuddi shunaqa hayotda ham yo'qmi? Mana shu qizargan narsa butun chetga tutalib chiqarib yuboradigan. Ya'ni bo'shagan baloningiz, dami chiqqan balon sizni trassada ketayotganingiz baloni bittasi bo'shasa, negativ o'ylama deb aytolmaysiz. O'sha hayotingizni relsidan chiqarib yuboradigan narsalar o'sha qizil bo'ladi. Ya'ni qizaryaptimi? Diagnostika qilib, uxti. Men shu narsalarga e'tibor berishim kerak ekan. Men bu holatim qizargan ekan. O'zim bilaman, ishtonim biladi deydi-yu. Nima qizarayotganini. Ana shuni bilib, endi bularning ichidan nima muhim desa, hamda qarayman, men bu 2 qo'ygan ekanman. Demak, A1 masala menga bu. Men bunga 3 qo'yibman. A2 masala bu, ya'ni A2, A1, men 4 qo'yibman. A3. Ya'ni uchalasini ichidan aytaylik, men namuna. Men bu menga A1 masala, A2 masala, A3 masala. Men bularning ichidan 5, 6, 7, B1,
B2, B3 masala. Hayotimda muhim bo'lgan prioritet masalalardan bu yillik diagnostika qilganda. Xudoga shukr, men bu salomatlik yaxshi, xudoga shukr do'st choyxonani qoyillatib yuribman. Oshna og'ayni vobshe ko'cha xandon, uy zindon. Ya'ni logikani qarash kerak-da, uxti. Bu muhim. Men bir yaqinimiz bilan gaplashdim. Davlat ishida 20 soatlab ishxonada-da. Na xotinga, na bolalarga e'tibor. Men aytaman, haykal qo'ymaydi senga davlat deyman. Keyingi kuyovsan, xotiningga e'tibor qil, farzandlaringga e'tibor qil. Haykal qo'ymaydi senga, rahmat demaydi davlat. Ha, ishlagin, lekin bu darajada emas. Shu davlat berayotgan 10 millionni kechirasan, anta boshqa joydan ham topsang bo'ladi. Ishla, hunar o'rgan, lekin ayoling, bolalaring, ota-onang faqat karyerada bo'lib ketasanmi? Bu to'ydan keyingi bo'lgan sanali asal oying qaytarib bermaydi. Yangi kuyov bo'lib turib 20 soatlab ishxonada yuribsanmi? Qo'ysangchi deyman. Tushunaman, davlatda eng vallomatlarning yonida ishlayapsan, lekin bu darajada emas-da deyman. Ayolingga e'tibor qilmasang, bolalaringga e'tibor qilmasang, nima u? Ya'ni balans. Unda ertaga bir kun kelib ayoli, men yashamayman bunaqa odam bilan, menga qaramasa, e'tibor qilmasa, bu desa ketadi-da, baraka ketadi. Hammasini haqqi bor. Bu yerda har ota-onani haqqi bor, farzandlarni, ayollar ham haqqi bor-da. Ya'ni balans chiroyli bo'lish kerak. Xotirjam hayot strategiyasi deganda hayot g'ildiragini chiroyli balans keltirish kerak. Nima qilsam +1 qo'yaman degan savolga javob qidirish kerak. Men nima qilsam, men shuni nima masalani hal qilsam +1. Aka-ukalarim bilan e'tibor qilishim kerak. Tog'a amakilarimga jibim suqsanaga bitganda bittadan qaymoq olib borib e'tibor qilib qo'y. Bilmasdan xafa qilib qo'ygan odamingiz bordir. Bu ham vaqt va pulingizga da'vogar bitta ikkita non bitta qaymoqga ham vaqt ajratishingiz kerak, pul ajratishingiz e'tibor qilish kerak. Borib bir shanba yakshanbami yo bir to'y marakadan borib ko'ynini olish kerak, siylay rahim, qalbingiz ham bir nima qiladi, baraka ham bo'ladi. Ya'ni nima qilsam +1 qo'yaman. Sog'liqqa tishimni licheni qilsam +1 qo'yaman yoki belimni licheni qilib olsam +1 qo'yaman yoki bilmayman kimdadir xronический nimadir kasal bor. Qaramasangiz o'sha yiqitadi. Ya'ni qarab turish bu o'sha gap. Yana vaqt, yana pul. 4 kilo vес tashlash uchun ham diqqat kerak. Yo sport bilan shug'ullanish kerak, yo 10 ming qadam yurish kerak, yoki trenajyorga zalga borish kerak, yoki juda bo'lmasa disiplina qilib pitaniya qilish kerak, правильно pitaniya. Pul masada ham ish. Nima qilsam $500 emas, $1000 topaman. Buni ham ilmi kerak. Biznes ham nima qilsam 50 ta xodim boshqaryapman, boshim og'riyapti, yo kamaytirishga yo ko'paytirishga, bizga xodim soni emas, bizda daromad, foyda muhim. Qo'shilasizlarmi yo'qmi? Yo xodim soni muhimmi? Asosiy показатель xodim soni-ku. Yo unaqa emasmi? Biznes qilishdan maqsad xodim soni emasmi? Ummatga xizmat qilish, 100 ta xodim ishlatish degan zadacha nima bo'ldi? Shunaqa, ya'ni ishchi o'rin muhim. Bir paytlar bizning qulog'imizga tepgan ekanda, nima, tashabbus konkursi. Mana o'tgan yil ofis market 100 ta xodim qiluvdinglar, bu yil 200 ta qilinglar. Lo'q bo'lib foyda qolmasa 200 ta xodim qilishni o'ylab yurgan ekanmiz-da. Keyin bizneslarimiz shunaqa bankrot bo'ldiki, bitta xodimning oyligini men oldim, hokimiyat ham bermadi, hech qaysi bermadi. Demak, biznes maqsadi xodim soni emas, foyda ko'paysagina men yana 100 ta emas, 100 ta xodim qilolaman. 100 ta emas, xud 1000 ta odam xodim ishlaydigan korzinkaga o'xshagan narsa qilish uchun korzinkani birlamchi maqsadi xodim soni emas-da. Nima qilsam ko'proq klientga xizmat qilaman. U ko'proq klientga xizmat qilish uchun qo'shimcha bitta odam kerak. Bitta odam, yangi filialga 50 ta odam kerak, 50 ta olaman. No, tagidagi niyat foyda bo'lsagina korzinka keyingi korzinkasini ocha oladi. Ya'ni biznesimizda ham birlamchi показатель, demak biz nima qilsak ko'proq foyda topamiz. Chunki men bu masalalarni hal qilish uchun hali aytdik, umumiy maxraj masalasi pul edi. Men bu pul masalasi, moliya masalasi. Bu yerdan pul kelish kerak. Bu hayotimizdagi 8 dan 1 qismi, qolgan 7 ta qismini ham haqqi bor-da. Rollarni aytdik-ku. Demak, shaxsiy, oilaviy masala qaysi bir shaxsiyga kiradi? Men bu shaxsiy, esingizda bo'lsa masala, men bu oilaviy, men bu ham balkim oilaviy, men bu ham shaxsiy, masalan, networkimiz, to'g'rimi? Bu ham shaxsiy, ruhiy holatimiz ham shaxsiy, hobbingiz ham shaxsiy, rivojlanish ham ko'p masala shaxsiy.
u shaxsiy maqsadlarda. Buni qilishim kerak bu. Ya'ni +1 ga oshirish uchun nima qilishim kerak degan savolni o'zingizga berasizlar. Nimani hal qilsam +1 qo'yaman. Bu sizlarning maqsadinglar ro'yxatiga yana spisk qo'shiladi. U boshida 12 ta maqsad o'tuvdinglar-ku. Shaxsiy maqsad men +1 ga chiqarish uchun, yana bir hech bo'lmasam 5-10 ta sura yodlab qo'ysam o'zimga plus qo'yaman. 5 mahal namozim vaqtida e'tibor qilib qo'yishim kerak ekan. Ro'zalarimga e'tibor berishim kerak ekan. Ehsonlarim, qazolarim, boshqalarim bilmayman, zakotlarim yo'q. Nimani bilishim? Bilmasak, borib o'sha yaxshi ustozlarning yonida yurib, yo'ja bo'lsa, qulog'imizga naushnik tiqib, bugun ijtimoiy tarmoqda любой savolga javob bor. Mana bu ilm. Bunga ham fokus kerak. Pulga olamanmi, tekinga olamanmi, yo'q, borib qorakanning yonida xizmat qilib olamanmi, farqi yo'q. Любой narsani hal qilish uchun +1 ga oshirish uchun o'sha 12 ta maqsad degan spiskaga yo shaxsiyga yo oilaviyga yoki pullik maqsadga borib zatacha qo'shiladi. Nima qilsam, albatta $500 emas, 600, 600 emas, 700, 700 emas, 1000, 1000 emas, 2000 topaman degan zatacha. Bunga ham ilm kerak. Buni ko'paytirish uchun bunga ilm kerak. Ya'ni o'zi ko'pini hal qilish uchun yana umumiy maxraj mamga borib taqaladi. To'g'rimi? Hali umumiy maxraj. Oila bilan kelsa ota-onangizni borib xursand qilish uchun, lecheniya qilish uchun pul kerak. Xotiningiz bilan xapalashib qolgan bo'lsa, bitta hadya bersangiz ko'ngli ochiladi. Xafa bo'lmagan endi, men sal xafa qilib qo'ydim sanda. Bitta $100 olib borib bering sizdan zo'r odam yo'q. Adasi qilsan ekan darsiga yana boring deb turadi-ki. Ota-onangizga $100 olib boring, bolam yana borgin deydi. Ya'ni shunaqa logika mana shuni qilish uchun ozgina o'zingizga tahlil qilasizlar va har oy, har kvartal diagnoz tekshirib turasiz. Ko'nglingiz g'ash bo'lsa, ko'nglingiz to'lmayotgan bo'lsa, qatdan, balon qatdan tekshirilgan, teshik qatta. Ana shu qizil teshiklarni topib olib, hali davlatda yil bo'ladi-yu, 2026-yil nima yili? Esimizdan ham chiqib ketdi nima yilligini. Oldin har yil bo'lardi-yu. Mahalla yili, yoshlar yili, xullas kalam mana shu yilinglar bo'ladi. Mana shu qizillarni to'g'irlash mana shu yilinglar bo'ladi. Pulni ko'paytirish yili bo'lsa, pulni ko'paytirish yili deb qo'yasizlar. Ilmni olish yili bo'lsa, ilmni olish yili deysizlar. Siylay rahim yili bo'lsa, siylay rahim yili. Ya'ni hammasi bir-biriga borib taqaladi.